O'zbek shou-biznes olamida yana bir katta yo'qotish, janoza. Afsuski, hozirgina xabar qilindi. O'zbekiston xalq artisti Saida Rametova og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Afsuski, o'zbek xalqi uchun yana bir yo'qotish. O'zbekiston xalq artisti Saida Rametova Samarqand viloyatida dunyoga kelgan. Maktabni tugatib, do'konda sotuvchi bo'lib ishlay boshlagan. Toshkentda kooperativniy texnikumga kirgan vaqtida teatrda Erkin Komilov hamda Gulchehra Jamilova ishtirokidagi spektaklni ko'rgach, aktrisalikka ishtiyoqi oshgan. Afsuski, bugun aktrisa yana bir og'ir judolikka uchradi. Uning volidai muhtaramasi, onasi bu yorug' olamni tark etdi. Bu haqda aktrisaning o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ma'lum qildi. Volidam Zuhraxon ona Soliyeva 90 yoshida vafot etdi deya yozib qoldirdi Saida Rametova. O'zbek shou-biznes olamining ko'plab vakillari unga hamdardlik bildirishmoqda. Saida Rametova eng ko'p oldiga chiqarilgan aktrisalardan biri. 1984-yildan bugunga qadar yuzlab film, serial hamda kliplarda bosh va turli darajadagi rollarni ijro etgan. Saraton kasalligiga chalingan hamda uni yengib o'tib, bugungi kunda o'zining faoliyatida davom ettirib kelmoqda.